Assalomu alaykum. Ushbu bo'limda biz bemorlar bilan tizimda qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Bemorlarni turli usullarda ko'rish mumkin. Jadval ko'rinishida, kartochka ko'rinishida yoki qulay ikkita panel ko'rinishida. Ko'rib turganingizdek, chapda ro'yxat, o'ngda esa bemor haqida barcha ma'lumotlar joylashgan. Bemorni topish uchun uning ismini yoki telefon raqamini kiriting. Batafsil qidiruv uchun filtrlarni ishlatish mumkin. Shifokor, teglar yoki oxirgi tashrif sanasi bo'yicha. Yangi bemorni yaratish 1 daqiqada amalga oshadi. Ism va telefon raqami kiritish kifoya. Rasm, tug'ilgan sana va manzilni keyin qo'shish mumkin. Allergiyalar, tibbiy ogohlantirishlar va davolovchi shifokor maydonlariga e'tibor bering. Bu ma'lumotlar shifokorga bemor bilan xavfsiz ishlashda yordam beradi. Qabul va protseduralar bo'limlari barcha tashriflar tarixini ko'rsatadi. Bemor qachon, qaysi shifokor huzuriga kelganini va qaysi muammo bilan murojaat qilganini ko'rish mumkin. Hisoblar bo'limida moliyaviy ma'lumotlar saqlanadi. Nima to'langan va nima hali to'lanmagan. Barcha tayinotlar, retseptlar va davolash rejalari bemorning kartochkasida jamlangan. Hujjatlar bo'limi bemorning har qanday fayllarni saqlaydi. Analizlar, skanerlar, rentgen. Ularni kompyuterdan to'g'ridan-to'g'ri yuklash mumkin. Endi rasmiy tibbiy ma'lumotnoma yaratish mumkin. Davr va shifokorni tanlang. Tizim avtomatik ravishda bemorning barcha tashriflari bilan hujjatni tayyorlaydi. Bemorning asosiy ma'lumotlarini chop etish uchun bemor ma'lumotlari bo'limidan foydalaning. Barcha ma'lumot qulay shaklda chiqadi. Bemor kartochkasi uning raqamli dublikatidir. Bu yerda hamma narsa mavjud. Kontaktlar, davolash tarixi, moliyaviy ma'lumotlar va hujjatlar. Savollar bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.